Banda Alloh tomonga bir qadam bossa, Allohning valilari qatorida bo'lishini xohlasa, farzni bajarsa, naflni bajarsa, Robbisi qanaqa xursand bo'ladi bilasizmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Muslimning sahihlarida ushbu hadisni keltiradilar. Lallohi ashaddu farahan bi tawbati abdihi hina yatub ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi fulan. Alloh bir bandasi tavba qilganda shunaqa xursand bo'ladiki, qanday xursand bo'ladi? Rasululloh aytibdilar, sizlardan bir kishi safarga chiqdi, tuyasining ustiga hamma ozuqasi, suvi, hamma tadorigini uylab olgan. Sahroda ketayotganda tuyasi qochib ketdi. Quvvati yeta olmadi. Hech narsa yo'q. Sahroda o'rtasida. Endi nimani kutish qoldi xolos? O'lishi. Haligi odam o'tirdi, uxlab qoldi. Uyg'onsa tuyasi ustida turibdi. Shart turib ushlaydi tuyani. Buni xursandchiligi qanaqa bo'ladi? Alloh bandasi tavba qilganda shu qadar xursand bo'ladiki, sizlardan biringizning minib turgan tuyasi cho'l yerda qo'lidan chiqib qochsa, taomi va ichimligi tuyasida bo'lsa, u kishi tuyasidan umidini uzib, daraxt soyasida yotganida qarasaki tuyasi oldida turgan bo'lsa, uning tizginidan ushlab qattiq xursand bo'lganidan shunaqa xursand bo'lib ketdiki, Allohim, sen mening bandamsan, men seni Robbingman deb o'radi. Nimadan? Xursandchiligidan. O'zi nima demoqchi edi? Allohim, sen meni Robbimsan, men seni bandangman demoqchi edi, lekin xursandchiligidan shu darajada bir to'lqinlanib ketganidan sen meni bandamsan, men seni Robbingman deb o'ryapti. Allohning xursand bo'lishligi, birodarlar, bundan ham ko'proq bo'ladi. Mana shunday Robbimiz bor, birodarlar. Mana shunday Robbimizga biz vali bo'lishga intilishligimiz kerak bo'ladi. Agar Alloh bizni yaxshi ko'rsa, birodarlar, qolganlarni yomon ko'rganligini bizga parvosi yo'q.